uch. Ketdi. Okalar, mana shu bedanani mana oyog'i yo'q. Internetda tarqadi. Ko'rdinglar, bir jabr qilib qo'yganlar, okamiz boqmasdan. Yaxshi boqilmagan, oyog'i uzilib ketgan. Ko'pchilik mana uchiring dedi, u dedi, qozonga bosing dedi. Bedana ko'zi yoshlanyapti ham mana. Uchirayotganimizdan bedanani ko'zi yoshlanyapti ko'rayotganinglardek. Biz shuncha boqdik, mayli, sababini qildik. Inshaalloh uchiramiz, okalar. Endi yog'i Allohdan. Ketdi. Xo'p. Eng qiziq joyi, mashina yaqinda falon puldan o'zimiz sotuvdik. Ishqo'z aka oldilar, ozgina boqdilar. Eng qizig'i bo'ldi, eshitdim, shuni iloji bo'lsa ushirib yuboring dedilar. Buni ham ushirib yuboramiz o'sha odamning nomlaridan. Mana ishqozlarga bo'lsa mana Hofiz Bulbul ko'rasizlar mana. Soppa-sop bulbul. Mana. Uchinchi qushimiz mana. Soppa-sop Hofiz Bulbul. Falon puldan olingan edi, eshitildi. Mana. Challenge'ni davom ettiringlar. Kimda shunaqa mavsumiy boqiladigan qushlar bo'lsa, uchirish kerak payti bo'lsa, uchirishinglarni tavsiya qilaman. Ketdi jonlar. Bizani kuzatishda davom etinglar. Yaxshi video roliklar qo'yamiz. Qo'limizdan kelganicha shunaqa ish qildik. Bepoyon dalaga qushlarni qo'yib yubordik. Nima deysizlar? Shu ishimiz to'g'rimi yo noto'g'rimi? Izohlarda fikringlarni kutamiz.